Tabriklasanglar bo'ladi jigarlar. 27 yoshimda meni to'y chog'imga mana shunaqa full zakib egarni sovg'a qilishdi. Подо не самопал, пала ты попал. Это нокаут, пау-пау на попал. Настоящий вес это достоинство и честь. Muhammad Zohid Tulpar Osiyodan kelib menga shunaqa qimmatini sovg'a qildi. Birinchidan aytaylik, buni narxi necha pul? $4000. Serios aytyapsizmi? Hayajonlantirib qo'yasiz. Otim ham hayajonda bunaqa $4000 kiyimni taqib olib, videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga ham abdushi sovg'amiz bor. Xo'p, yaqinroq kelinglar. Bitta obzorga beramiz. Jugan deyiladi aka bu. Bu novosteri, toshlari nerjavika bo'ladi, so'yliqlarigacha nerjavika aka. Serios deysiz-da, to'g'rimi? Endi mana egarlarini qaranglar, mana naqshlarni qaranglar. Bu ham nerjavika. Ma'mularini turetskiy koja deb aytdilar. Yetmaganiga ma'mularini qaranglar, ma'mulari ham nerjavika ekan. Xullas, full zakib hammasi $4000 turar ekan. Abdushi sovg'a qo'rdilar. Yetmaganiga endi bundan buyog'iga mana chaqmoq toychog'imni ham bitta ko'rsatib qo'yasalim. Ma'mula qaranglar. 3 diliming nima deyapti do'stlar? Yo'lda otliq ko'rib qolsanglar ehtiyot bo'lasizlar, signalni berib qo'yasizlar. Sizlar uchun esa Tulpor Osiyodan sovg'ani abdushisi kelinglar do'stlar. Mana sizlarga egar komplekti qichig'i sizlar uchun yashil rangida. Menga nima uchun qizil rangidan tayyorladi desam, oke Porsche rangi bilan bir xil bo'lib tursin, ertaga yonma-yon qo'yganingizda yonib turadi dedilar. O'zimga yoqadigan rang bo'lgani uchun shundan tanlashibdi. Rahmat. Tamom, ketyapti. Assalom. Sanga. Xullas, mana sizlarga do'stlar, egarni full komplekti qimmati, buni ham option narxi necha turadi? $800 aka. $800 turadi. Obunachilarga shundoqga berib Shundoq yuboramiz. berib yuboramiz. Sharti bitta dona tekinga o'sha oftobga chiqmaydi. O'shaning uchun shunchaki Tulpor Osiyoga obuna bo'lasizlar va kommentariyada xohlagan so'zinglarni yozib qoldiringlar. Farqi yo'q, negativmi yo xursandchilikmi, farqi yo'q. Любой narsa yozib qoldiringlar va bir haftadan keyin mana Muhammad Zohid Tulpor Osiyo profilidan g'olib aniqlaydi va egasiga topshiradi. Bu videoni srochli otlarga qiziqadigan do'stlaringizga yuborib, kommentariyada uni belgilab ketinglar.